Tavitaning tirilishi. Havoriylar faoliyati kitobi 9-bob 36dan 42gacha bo'lgan oyatlar. Bir kuni Havoriy Butrus Quddusdan 20 chaqirim uzoqlikda joylashgan Lot shahriga bordi. Lot shahri aholisining ko'pchiligi Rabbimiz Isoga iymon keltirgan bo'lib, Butrus ularni yo'qlab turishni kanda qilmasdi. U yerda Yeney ismli bir odam 8 yildan beri shol bo'lib yotardi. Butrus unga: "Yeney, Iso Masih senga shifo beryapti. O'rningdan tur. Ko'rpa to'shagingni yig'ib qo'y", dedi. Yeney shu zahoti o'rnidan turib ketdi. E'tibor berib o'qigan bo'lsangiz, Butrus "Men senga shifo beraman" demadi. Chunki u faqat Masihning qudratigina sholga shifo berishini bilar edi. Yeneyning kasalligini bilgan odamlarning hammasi uning shifo topganini ko'rdi-da, Isoni Rabbimiz deb tan olib, iymon keltirdilar. Lot shahridan 30 chaqirimlik masofada Yaffa degan shahar bor edi. U dengiz qirg'og'ida joylashgan edi. Lot shahridan ayrim odamlar u yerga borib, Havoriy Butrus qanday qilib Isoning nomi bilan sholga shifo bergani to'g'risida gapirib berishdi. Buni eshitgach, Yaffa aholisi Havoriy Butrusni shaharlariga taklif qildilar. Chunki aynan o'sha paytda ularning jamoatidan bir ayol kasal bo'lib vafot etgandi. Tavita ismli bu ayol ko'p xayrli ishlar qilgan, muhtojlarga yordam bergan edi. Odamlar uning uchun aza tutib yig'lardi. Yaqinlari ayolni dafn qilishga tayyorlab qo'ygan edi. Lekin dafn etishdan avval Butrusdan bu yerga kelib ketishni so'radilar. Yaffaga yetib kelgach, Butrus boloxonaga chiqdi. U yerda marhumning yaqinlari hamda u tirikligida yordam bergan bevalar yig'lab turardi. Bechora ayollar Havoriy Butrusga Tavita tirikligida tikkan kiyimlarini ko'rsatib yig'lardilar. Tavita ularni juda yaxshi ko'rgani uchun ayollar unga bog'lanib qolgan edilar. Butrus ulardan boloxonadan chiqib turishni so'radi. So'ng tiz cho'kib ibodat qildi-da, jasadga o'girilib, "Tavita, o'rningdan tur", dedi. Tavita ko'zlarini ochdi. Butrusni ko'rib, qaddini rostlab o'tirdi. Butrus qo'lini Tavitaga uzatib, o'rnidan turishiga yordamlashdi. So'ngra tashqarida intizorlik bilan kutib turgan iymonlilar va bevalarni chaqirib, tirilgan Tavitani ularga topshirdi. Yaqinlarining qanchalar quvonganini bir ko'rganingizda edi. Havoriy Butrusning Rabbimiz nomi bilan ko'rsatgan bu mo'jizasi tez orada butun atrofga yoyildi va ko'p odamlar Xudoga iymon keltirdi.